Amerikada Silikon vodiysi bo'lsa, Dubayda Silikon Oasis. Ushbu rayonda joylashgan proyektga e'tibor bering. Bu yerdagi eng katta, eng bahaybati asosiy katta yo'lni shundoqqina bo'yida joylashgan. Mana bu yoqda o'zini alohida basseyniga ham ega. Bu yerda asosan IT kompaniyalarining qarorgohlari, ofislari shu joyda joylashgan. Bundan tashqari universitetlar, xalqaro maktablar, ya'ni oilaviy yashash uchun ham juda ham zo'r. E'tibor bering qulayliklariga, sport bilan shug'ullanish uchun, dam olish uchun. Bundan tashqari mana bu yoqda o'tirib kinoteatrda kechqurun qo'ni-qo'shnilar bilan futbol ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda farzandlaringiz o'ynaydi. Yoki ijaraga bermoqchi bo'lsangiz, mana bu yoqdagi ofislarda ishlovchi juda ham ko'plab xodimlar aynan shu yerga yaqin bo'lgan shu kabi turar joy majmuasidan ijaraga joy qidiradi va siz kelajakda juda ham katta pul oqimiga ega bo'lasiz. Agar ushbu proyekt haqida batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, hozirroq bizga murojaat qiling. Boshlang'ich narxlar $480 ming dan boshlanadi.